Hazrati Abu Hurayrani bilasiz. Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu endi o'sha juda ham qornlari ochib ketgan. Chunki talib ilmlar ahli suffa bilan birga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni kuni tun yonlarida dars oladilar. Bir kuni shunaqangi qornim ochiqdi. Shunaqa ochib ketdi. 3-4 kun bo'lgan luqma yemaganman dedilar. Madinada yo'qchilik dedilar. Shunday bo'lsa ham Allohga qasam o'sha oyatni tafsirini bilaman. Bilib turib aynan masjidning eshigiga kelib oldim. Yo'ldan o'tar ekan musulmonlar aynan Hazrat Abu Bakr kelib qoldilar. Hazrat Abu Bakrdan o'zim bilgan surani, bilgan oyatimni bilib turib so'radim. Maqsadim o'sha meni dardimni tushunsinlar, ochligimni bilsinlar u qo'limdan olib yuring, men sizga taom beray desinlar deya qarang. Men u kishidan bilaroq o'zimni bilgan oyatimni so'rasam, Hazrat Abu Bakr buni payqamadilar. Javobini berdilar va ketdilar. Obbo dedim, Hazrat Abu Bakr tushunmadilar-da. Qarang hayolarini. Bir o'sha ochiqqan birodariga Siddiqday biriga aytsa bo'lardi-yu. Meni qornim och, menga taom bering deyishlikdan hayo qilganlar Abu Hurayralar. Va natijada Hazrat Umar keldilar dedilar. Hazrat Umarga ham Allohga qasam men o'zim bilgan oyatimdan tafsirini bilaman. Yana so'radim, shoyat Hazrat Umar buni payqab qolib, qornim ochligini bilib uyiga olib borib bir luqma bersa-ya deya so'rasam, Hazrat Umar ham, bu shunaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi, bilmaysizmi shuni?" dedilar-u, ketdilar. Obbo, Hazrat Umarda bilmadilar meni dardimni deya turgan joyimda payg'ambar alayhissalatu vassalam meni ko'rib qoldilar. "Ya Abahir" debdilar. "Ey Abu Hurayra." U kishi ko'p erkalaganlar Abu Hurayra emas. Abu Hurayra bu ayol mushuk bo'ladi. Ayol mushukning otasi degani. Ammo Abu Hir deyilsa, erkak mushukning otasi bo'ladi. Sahobalarga aytardilar. Sahobalar ammo Abu Hurayra deyaveradilar. Rasululloh meni erkak mushukning otasi deydi. O'sha so'z menga yoqadi desalar ham sahobalar buni e'tibor qilmasdan albatta Abu Hir deganlar bo'lgan, ammo aksari Abu Hurayra deganlar. Endi turuvdim deydilar, Rasululloh kelib qoldilar. Rasululloh meni yuzimdan bilib qo'ydilar deydilar. Payg'ambar alayhissalatu vasallam Rasulullohdir. "Ya Abahir" debdilar. "Ey Abu Hurayra, yuring men bilan" debdilar. Savollarni ham eshitmabdilar va obordilar. Keyin taqillatib tura turing dedilar. Qarang, ana hayo. Ummahatul mu'mininga ichkarida ahliyalariga xabar berdilar. Men bilan bir nomahram bor, Abu Hurayra bor. Sizni uyingizda bir yegulik narsa bormi? Shuni mehmon qilaylik desalar, bir qadaqda sut olib kelibdilar. Sut so'radilar avvalambor. Buni kim olib keldi? Nima maqsadda berdi? Chunki Rasulullohning haqlarida sadaqa mumkin emas edi. Hadiya mumkin edi. Sadaqa payg'ambar alayhissalatu vasallam qabul qilmaganlar va so'radilar, aytdilarki, ana u mahalladan, ana u xonadon sizga hadiya qilib yubordilar. Unda "Ya Abahir" dedilar. "Ey Abu Hurayra, ahli suffani chaqiring." Ahli suffa, qarang, Hazrat Abu Hurayraning hayolarini qarang. Aytolmadilar hayosidan. Ko'ryaptilar, bir buti idishdagi bir piyola, bir kosa sut bo'lsa Abu Hurayraning o'zlari to'ymaydilar. 3-4 kundan beri och Abu Hurayraga bu qanday yetsin? Aytadilarki, men hayodan aytolmadimki Rasulullohga, "Ya Rasululloh, ahli suffani chaqir deysiz. Ular eng kamida 70 ta. Bu qaysi biriga bir qoplamdan ham yetmaydi-yu" deyishlikka dedi, meni hayo qilib tilim bormadi dedilar. "Ya Abu Hurayra, chaqiring ahli suffani" dedilar. Ahli suffani chaqirdim dedilar. Rasululloh baraka qilib haligi sutga duo qildilar dedilar. Endi ichkizing dedilar. Hammasini sut berib, sut bilan sug'orib ichkizar ekanman, to'yib bitsin derdilar. Bir qarang, idishda sut tugamayapti. Ana mo'jiza. Ichdilar. An bakrati abihim. Hammalar ichdilar, to'yib ketdilar. To'yganlarcha ichdilar. Keyin Abu Hurayraga aytdilar, "Kim qoldi endi?" deganlarida Rasululloh, "Siz bilan men qoldik" deya Rasulullohga uzatdilar. "Yo'q, siz iching" dedilar. Abu Hurayra aytdilar, "Yo'q, siz iching" dedilar. Abu Hurayraga "Ishrob" dedilar. "Iching" dedilar. Abu Hurayra ichdilar. Rasululloh keyin yana iching, ichdilar. Rasululloh yana iching. Oxir aytdilar, "Ya Rasululloh, biron bir joy qolmadi. Hozir agar ichsam portlab ketaman" dedilar. Shu darajada ichdilar, to'ydilar va payg'ambar alayhissalatu vasallam qarang, butun ashabi kiromlari ichganlaridan keyin, Abu Hurayra to'yib o'sha bo'kkanlaridan keyin Rasululloh ichdilar. Demak, hayo odatda mana unday bo'ladi azizlar. Hayo o'sha biz o'rganadigan hayoni doim bilaylik, ulug'larimizdan bo'ladi. Bu internetlardagi bir falon mashhurlar, Yevropani bir obod qilib o'rgan ular yoki Amerikani falonchilari, Yaponiyani havas qilib kelib gapiryapti. Xo'p, insoniyliklardan ular bir yaxshi bir qaysi bir hayotni qirrasida bir zafarli bo'lgandir. Lekin ularda bormi shu din? Bormi o'sha hayo? Mana hammasi bizda azizlar.
Mana shuni qadrlaylik. Bugunlik Ramazon kunida sizlarga aytilayotgan amri ma'ruf bugun shu yerda eshitib, mana shu joyda qolib ketmasin. Amri ma'rufni o'zingizga, mana shu hayo bobini bugun eshitgan rivoyatingizni hammangizga iltimos qilaman. Borib Fatima onamiznidir, Oysha onamiznidir, ahliyolaringizga, ahli ayollaringizga, bolalaringizga ayting. Hazrat Abu Hurayralarning hayolarini ayting. Hazrat Usmonlarning qanday hayoli bo'lganliklari, hatto hayoliklaridan malaikalar ulardan uyalganligini shunday yetkazingki, ular ham o'shalarni o'sha hayosi bilan sifatlansinlar.